Endi o'sha mana shu 4 ta ustuvor yo'nalish bo'yicha qisqacha ma'lumotini berdim men sizlarga. Endi bundan keyin o'sha bu qatorda ham, o'sha yig'ilishda ham Zarafshon shahrida Toshkent shahar Chilonzor tumani tajribamiz asosida 3 ta mahalla belgilab olganmiz. Oltinvodiy, Istiqlol, Yoshlik mahallani o'sha Chilonzor tumani tajribasi bilan shu 3 ta mahallasida barcha chora-tadbirlarni belgilab olganmiz. Bu tadbirlarning asosiy 5 ta asosiy ustuvor vazifalar bo'yicha takliflarni bermoqchi edim. Birinchidan, jamoatchilik bilan hamkorlikni kuchaytirish, mahalla fuqarolari va profilaktika inspektorining ochiq muloqoti va shaffofligini ta'minlash maqsadida fuqarolarning "Mening inspektorim" ilovasiga ulanishni, bu orqali ularning o'z murojaatlari qisqa muddatda xolisona ko'rib chiqilishiga erishish, fuqarolarimizning ortiqcha javobgarchiligini oldini olish, bu tadbirlarga mahalla yetkiliklarini jalb qilish. Ya'ni o'sha yangi mobil ilova chiqqan o'zimizga "Mening inspektorim" degan ilova, bu to'g'rida-to'g'ri mana tezda o'sha vizit berish, bironta jinoiy holat bo'lsa, qanaydir bir fuqaroni huquqiy erkinligi buzilsa, o'sha 102 ni zaminaющий tizim bu. Hozirgi o'sha 102 tizimimiz bor. Bu bundan ham bir nimaroq, yengilroq, yaxshiroq ishlab chiqarilgan ilova. Ya'ni har bitta fuqaroning telefonida bitta knopka bilan bosiladigan onlayn murojaat. Bu o'sha 102 bilan birga teng yuradigan ilovamiz. Ikkinchidan, fuqarolarning huquqiy savodxonligini oshirish, jinoyatlarning oldini olishga, aholining ayniqsa yoshlarning huquqiy tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillarga nisbatan immunitetni shakllantirish maqsadida maktab, texnikum, universitet tamoyili asosida huquq bilimdon, intellektual o'yin musobaqalari, huquqiy tarbiyaviy tadbirlar, davra suhbatlari, videofilm namoyishlari kabi madaniy tadbirlarni tashkil etish va o'tkazish. Bu borada adliya organlari, din ishlari bo'yicha qo'mitaning joylaridagi vakillari, maktab va maktabgacha ta'lim bo'limi, universitetlar bilan hamkorlikda chora-tadbirlar dasturini ishlab chiqish va uning ijrosini amalga oshirish. Uchinchidan, iqtisodiy muammolarni hal etish choralarini ko'rish. Ya'ni o'sha mahallada Yoshlik, Istiqlol, Oltinvodiy mahallalarida bo'sh ish o'rinlarini yaratish, fuqarolarni ish bilan ta'minlash, shahar hokimligi bilan birga hamkorligida uyushmagan yoshlarni, vaqtincha ishsiz fuqarolarni zamonaviy kasblarga o'qitish, mahalla hududida mehnat yarmarkalarini tashkil qilish. Mana shu hurmatli sessiya ishtirokchilari, hurmatli deputatlar, mana shu asosda takliflarimiz, ayni o'sha 5 ta ustuvor yo'nalish bo'yicha takliflarimiz hammasini qisqacha ma'ruzamda o'qib chiqdim. Ma'ruzam tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bir savol bo'lsa. Savollar bormi? Hozir qanday qilamiz? Tasdiqlab berasizmi? Chorva tajribasi? Qaror bilan. Kun tartibida masala yuzasidan boshqa so'zlash qo'shar bormi? Bo'lmasa sizlarga shu masala yuzasidan Telegram kanali orqali elektron tarzda qaror loyihasi taqdim etilgan. Qaror loyihasini asos sifatida bildirilgan taklif va murojaatlar bilan to'ldirilgan holda qabul qilish uchun ovoz qo'yaman. Qarshilar, betaraflar qabul qilindi. Rahmat. Hurmatli deputatlar, endi kun tartibiga kiritilgan qo'shimcha masala bo'lsa, sessiya kun tartibiga qo'shimcha masala xalq deputatlari Zarafshon shahar kengashi va doimiy komissiyalarining ish rejasini tasdiqlash to'g'risida masala. Sizlarga shu masala yuzasidan Telegram kanali orqali elektron tarzda qaror loyihasi taqdim etilgan. Qaror loyihasini asos sifatida bildirilgan taklif va murojaatlar bilan to'ldirilgan holda qabul qilish uchun ovoz qo'yaman. Qarshilar, betaraflar qabul qilindi. Rahmat. Xalq deputatlari shahar kengashi sessiyasi kun tartibiga kiritilgan barcha masalalar muhokama etib bo'lindi. Xalq deputatlari shahar kengashining navbatdagi 22 sessiyasini yopib e'lon qilamiz. Hayır, salomat bo'ling. Buni qo'shimchalaymiz.